Qo'shganimdan keyin o'zingga red. Yo'q, unaqa bo'lmaydi aka. Boring, naryoqda o'ynang nima? Bo'lmasa O'shani boshqa surib qoldimmi sizga? ko'chada yaxshi ko'rinib qoldingiz ko'zimga. To'xtang. Bo'lmasa pul bering. Nimaga? Ehsonga. Menga bera qoling shu pulni. Yo'q, bering bu yoqqa. Ehsonni puli bu. Bering siz. Yo'limdan qoching. Bering yaxshi qiz. Yo'q. Hazillashdi. Hey, ehson Ey. qilaman. Qo'shasizmi? Ha? Qayerdan insof keldi? Ehsonim bor. Rahmat, rozimisiz? Ha? Roziman. Mana shu pulni olasizmi yo qo'shasizmi? O'zi hamma pul ko'zi bolada ko'rinadi. Yo'q, qo'shaman. Plastik bo'lmaydi. Yo'q, naqdga bo'lsa yaxshi bo'ladi-da. 200 mingdan. O, rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin. Rozimisiz? Rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin. Rozimisiz? Egalariga borsinglar. Sen kuzattiraman. Xolajon, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, ukajon, o'zing yaxshimisan? Yaxshi insonlar sizga pul berib yuborgan, qabul qilib olasiz. Faqat bitta sharti bor. Duo qilib qo'yasiz. Meni va o'sha yaxshi insonlar duo qilib qo'yasiz. Maylimi? Mayli, aynan. Umrlaring uzoq bo'lsin, bundan martabalaring ulug' bo'lsin, million bo'lib shu pullar kistalaringga kirsin. Mana shu xolaga yordam berib juda ham xursand bo'ldim. Mana shu yaxshi insonlar yig'ib bergan pulda olib borib berdik. Gap pulda emas, gap e'tiborda. Eng muhimi xolani xursand qildik. Siz ham mana shunday insonlarni tez xursand qilib turing. Obunachilarim bu mening oilam. Siz ham bizni oilaga qo'shiling.